Buguni bilan bog'da ishladim, juda ham charchab ketdim. Shuni tugatsam borib dam olaman. Qiziq, buguni bilan birorta qishloqni ko'rganim yo'q. Mensiz bayram qilishyapti shekilli. Ha mayli, menga qizig'i ham yo'q. Bu narsalarni sandiqqa solamiz va mazza qilib uxlaymiz. Va nihoyat uxladi. Bugun uxlamasa kerak deb o'ylay boshlagandim. Hamma narsa tayyormi o'zi? Ha, faqat Artini olsak bo'ldi. Bor birontang ko'ribki, uxladimikin? O'zing borsang bo'lmaydimi? Hamma narsani menga aytaverasizlar. Mayli, hozir ko'rib kelaman. Ana, bir qadam o'zinglar ko'rsanglar nima qiladi? Yotibdi, osmonga qarab. Uxlasa bo'lmaydi bu yap. Hamma ishni rasvo qilyapti. Turdim va nihoyat soat nechi bo'ldi o'zi? Hammaga salom do'stlar. Nima? Nega men masxarabozga o'xshab qolganman? Nega tilla qo'ng'izdek nur taratyapman, do'stlar? Sizlar ham buni ko'ryapsizlarmi yoki ko'zimga ko'rinyaptimi? Yo'q, ko'rinmayapti shekilli. Nimaga tong o'tgan bo'lsa ham ko'chada hali ham qorong'i. Bu juda ham g'alati-ku. Ko'chaga chiqib ko'raylikchi, o'zi bu yerda nimalar bo'lyapti. Nimaga bu eshiklar meni yomon ko'radi-ya? Nima? Men qayerdaman? Bu yana nimasi? Do'stlar, men kosmosdamanmi? Bu nima? Bu sayyora bo'lishi uchun juda ham kichkinalik qiladi. Bu meteorit shekilli. Lekin men qanday meteoritda paydo bo'lib qolishim mumkin? Yana o'zimning uyim ham bor. Yoki men hali ham tush ko'ryapmanmikan? G'alati. Buni hammasi juda ham g'alati do'stlar. Bularni hammasini kim qilgan bo'lishi mumkin? Kim? Axir nega? Men axir hech kimga hech narsa qilganim yo'q edi-ku. Shuncha narsani qanday olib kelishgan bu yerga? Muhimi nega olib kelishgan? Bunisi ham yetmagandek meni masxarabozga o'xshatib qo'yishgan. Hattoki bularni olib tashlab ham bo'lmaydi. Qanday dahshat. Men endi uyga qanday qaytaman do'stlar? O'zi uyga qayta olarmikinman? Balki sandiqda biron nima bordir. Sandiqni tekshirib ko'rish kerak. Mana. Xuddi aytganimdek, menimcha hozir bularni hammasini kim qilganini bilib olamiz do'stlar. Bularni hammasini esa Salom Arti. Bu biz qishloqilar. Qishloqilar? Nima uchun? Men sizlarni arpaylarni xom o'rganmidim? Nima uchun meni bu yerga olib kelib tashladinglar? Men tinchgina uyimda uxlayotgandim. Ertalab tursam bu yerdaman. Davomini o'qiylikchi, seni bu yerga biz olib keldik. Bunisini tushundim, lekin nimaga? Sababi shunchaki ustingdan kulish uchun. Ha. Nima? Shunchaki ustimdan kulish uchun meni meteoritga olib kelib tashladinglarmi? Bu axir tentaklik-ku. Kimning kallasiga bu narsa kelishi mumkin axir? Men tushunmayapman. Bu qishloqlarga men hali ulardan qasos olaman. Agar yerga qaytib borsam, sen meteoritdan qochishing mumkin. Faqat bir nechta topshiriqlarni bajarsang kifoya. Nima? Endi bu yerda hali o'zim ketishim kerakmi? Bu qishloqlar hali shoshmay turinglar, har biringlardan qasos olaman. Do'stlar, endi nima qilamiz? Yana qanaqa topshiriqlar bo'ldi? Biz endi bu yerda topshiriqlar bajarishimiz kerakmi qochishimiz uchun? To'g'riroq ketishimiz uchun. Bizni hech kim ushlab turgani yo'q-ku. Buni nimaga yaltirayveradi-ya? Asablarim buzilib ketyapti. Topshiriqlarni o'zi qani. Topshiriqlar: birinchi, olmos topish. Nima? Men endi shu meteoritda olmos topishim kerak. Men qayerda? Nima edi bu? Bu nima edi? Bu meteoritga asteroid kelib urildimi? Ay, issiq ekan. Jin ursin. Menimcha bu yerdan tezroq ketish kerak. Shunaqa meteoritlardan yana ursa, bu orol ham portlab ketadi butunlay. Shuning uchun menimcha tezlashishimizga to'g'ri keladi do'stlar. Topshiriqlarni bajaradiganga o'xshaymiz. Chunki menimcha vaqtimiz chegaralangan. Qani, kitobni yana ko'rish kerak. Qanaqa topshiriqlari bor ekan bu qishloqlarni. Ikkinchi, yoqilg'i topish. Yoqilg'ini boshimga uramanmi? Yana qanaqa yoqilg'i? Bu asteroidda yoqilg'iga balo bormi do'stlar? Davomini o'qiylikcha. Xo'sh, uchinchi, quyosh panelini topish. Bo'ldi, men tushundim. Bu qishloqlar hamma narsasini yo'qotganda endi menga qidirtirishyapti. Olmosni qidirish kerak bu yerda, yana yoqilg'i qidirish kerak, endi quyosh panelini qidirish kerak. Men nima, iskoch itga o'xshab ko'rinyapmanmi ko'zlariga hamma narsani qidiradigan?
4-sini qidiraylik, ko'raylikchi. Yerga qaytish. Nima? Yerga o'zim qaytishim kerak. O'zi yer qaysi tarafimizda do'stlar? Agar yaxshilab o'ylab qarasak, quyosh to'g'rimizda, demak yer ham adashmasam o'sha ana bizning kichkinagina yer sayyoramiz. Ko'ryapsizlarmi, qanday kichkina ko'rinyapti? Men o'sha yerga borishim kerakmi? O'zim qanday qilib? Bu qishloqlar aqldan ozibdi. Bu ilojsiz menimcha. Men endi qani boshqa hech narsasi yo'q bu kitobni. Men qayerdan topishim kerak ularni? Shularni ham yozishga bo'lmaydimi? Mayli, bu kitobni shu yerga qo'yib qo'yamiz. Endi do'stlar, bo'lmasam topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Boshqa yo'limiz yo'q. Mayli. Unda bu eshikni yopib qo'yamiz va daraxt chopamiz. Mana shunaqa daraxt chopamiz. Do'stlar, agar men bu sayyoradan qocha olsam, men albatta bu qishloqlardan qasos olaman. Qandaysiga shunchaki ustimdan kulish uchun bu asteroidga olib kelib tashlashlari mumkin edi. Do'stlar, agar qishloqlardan qanday qasos olish uchun sizlarda g'oyalar bo'lsa, hammasini izohlarda, kommentariyalarda yozinglar. Biz albatta ulardan qasos olishimiz kerak. Bu qishloqlar indamasa o'zidan ketyapti. Meteoritga olib kelib tashlaydimi? Bulardan qasos olmasammi hali? Do'stlar, muhim izohlarga o'zingizning g'oyalaringizni yozish esdan chiqmasin. Biz ulardan albatta qasos olishimiz kerak. Qiziq, bu daraxtchi o'sarmikan? O'sib qolar, ekib qo'yaveraylikchi. Muhim izohlarga yozish esdan chiqmasin do'stlar. Biz ulardan qasos olishimiz shart. Xo'sh, bulardan esa biz taxtalar yasaymiz va o'zimizning birinchi taxtali bo'lsa ham kirkamizni yasaymiz. Axir qandaydir qilib olmosni kovlashimiz kerak-ku. Muhimi bu meteoritni toshlaridan biron nima yasasa bo'lsin-da. Yo'qsa men bilmayman qanday biz temirni kovlashimizni. Juda ham sekin sinyapti menimcha. Yo tushdi. Lekin tosh kirka yasab bo'larmikan? Shu ham bor. Uchinchisini ham kovlaylik. Bu yerning gravitatsiyasi jonimga tegishni boshlayapti. Bir blokka sakrayman deysan, 10 blokka uchasan. Bunisini ham kovladik. Menga 3 tasi ham yetadi. Umid qilamanki, bundan kirka yasab bo'ladi. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Qani? Iltimos? Yo'q. Endi menga nima qilish kerak deb o'ylaysizlar? Axir qishloqlar ham unchalik teng emas-ku. O'ylab qo'yishgandir biron nimani. Yoki men mana shu yerda abadiy qolib ketamanmi? O'yla, Arti, o'yla. Nima qilish mumkin? Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Balki bu yerda boshqacharoq toshlar bordir. Yo'q, bu yerda faqat ko'mir, temir bor. Olmos ham bo'lsa kerak. O'ylash kerak. Qayerdan tosh olsam? Do'stlar, men tentakman shekilli. Mana, uyim toshdan-ku, mana shuni kavlab olaveraman-da. Kallaga kelmaganda qaranglar. Uchinchisi qani? Nega bu bloklar uchib ketaveradi-ya? Qani, bundan yasaymiz. Bundan albatta tosh kirka yasaladi va nihoyat. Bu yerni esa mana bunaqasidan yopib qo'yamiz. Umuman sezilarsiz. Mayli. Endi bo'lsa bu taxta kirka bilan xayrlashamiz. Xayr. Endi biz temir kovlashimiz kerak. Temir maishatlarda bor edi. Kovlaymiz. Biz bir nechta kovlasak yetadi temir kirkaga. Lekin har ehtimolga qarshi ko'proq kavlab olaveramiz. Bu gravitatsiya jonimga tegdi. Nimaga hamma bloklar uchib ketaveradi-ya? Bunisini ham kovlaymiz va har bittasini kovlash uchun shunaqa qiynalishim kerakmi? Taxminan mana shularni kovlasam yetib qolsa kerak. O'zi menga bitta kirkaga kerak. Pastga tushib ketmaslik kerak muhimi. Bu gravitatsiyaning ham yaxshi taraflari bor. Balandga sakrab bemalol qoyalarga chiqsa bo'ladi. Lekin ba'zida ezib yuboryapti. Endi esa bu temirlarni pishirishga bizga ko'mir ham kerak bo'ladi. Unchalik ko'p emas. 4 dona kavlasak yetib, bu ko'mir ham ketib qoladi-ya. Qanchalik asablarni buzyapti lekin bu gravitatsiya. Mana bularni kovlayman bo'lmasam, qara, yana ketib qoladi. Mana, yana 2 ta kovlasam aniq yetadi. Jonimga tegdi bu yoqda biron nima kavlash g'irt azob ekan. Qiynalib ketar ekan odam. Endi bularni pishishga qo'yamiz. Bu yerda qanaqadir tosh bormi? Nimaga bu yerga bunaqa tosh qo'yib ketishgan? Umuman tushunmadim. Tepaga ham qo'yamiz. Bu toshni olib turishga to'g'ri keladi va kutamiz. Pam pam pam, pararam, tam tam, tim tim, bam bam. Qanday? Ahvollari yaxshimi? Ha, men mana shunaqa asteroidda qolib ketdim. Yaramas qishloqlarni deb. Lekin ulardan albatta qasos olaman. Izohlarga yozish esdan chiqmasin. Qanday qasos olishimizni.
Menga 2 betda, 2 betda. Bu kirkaga yetadi. Endi temir kirkagacha kuchayamiz. Bu bilan endi bemalol olmos ham kovlasak bo'ladi. Bu yerda yana bitta va yana oxirgisini ham kutaylikchi. Tayyor. Bo'ldi. Ko'mirni ham olib qo'yamiz. Bu 4 ta temirdan o'zimizga oyoq kiyim yasaymiz. Hech bo'lmasa sal chiroyliroq ko'rinarmiz. Masxarabozga o'xshab qolganmiz o'zi. Endi bo'lsa nima qilamiz? Albatta, bu tosh kirkani tashlab yuboramiz. Bor yo'qol, menda yaxshirog'i bor. Do'stlar, bu yerda yana mana bunaqa sabzilar ham bor ekan. Umuman e'tibor qaratmabman. Bularni ham olib olish kerak. Bular ham uchib ketadi. Qanday azob. Do'stlar, bu asteroidda meni juda ham qiynab yuborishyapti. Men qishloqlardan albatta qasos olaman. Endi olmoslarni qidiruvga chiqsak ham bo'ladi. Olmoslar menimcha shu yerlarda bo'lishi kerak. Ko'rinmayaptimi? Yo'q. Menimcha olmoslar pastroqda bo'ladi. Minecraftda qonun qoidasi shunaqa. Qancha pastga tushsang shuncha olmos ko'p. Endi ana ular olmos emasmi? Kovlab ko'raylikcha. Qani. Va olmos, do'stlar, olmoslarni topdik. Endi esa bularni kovlab olamiz. Bunisini ham va buni kavlasam pastga tushib ketmaymanmi? Yo'q. Bunisini ham va bizda 5 ta bo'ldi. Olmoslarni kovladik. Bu menimcha birinchi topshiriq edi. Sal qoldi tushib ketishimga do'stlar. Pastga tushsam o'lib ketardim shekilli. Pastda nimadir bormi? Bu yana nima taxta? Sal qoldi bu yoqqa ham tushib ketish. Do'stlar, men nimada uchib ketishimizni topdim shekilli. Biz bu yerdan albatta keta olamiz. Bu yerda raketa bor ekan. Demak, qishloqlar meni o'ylashgan. Hech bo'lmasa. Yo'q, hali o'tirib bo'lmaskan. Uni o'zimiz bilan bu yerdan olib ketishimiz kerak. Axir mana shu yerni o'zidan uchib keta olmayman-ku, to'g'rimi? Tepa yopiq. Shuning uchun bu yerdan olamiz raketani. O'zi olib bo'larmikan? Va olib bo'ldi. Tagidagi narsani ham olib keta qolaylik. Bu nimaligini bilmadim-ku, kerak narsa bo'lsa kerak. Oldik va tepaga chiqish qoldi. Lekin qanday? Hozir sakrasam menimcha tepagacha uchib chiqa olmasam kerak. Mana bularni sindirishga to'g'ri keladi. Yo'qsa chiqa olmasak kerak. Nega o'zimga tapor yasamadim-a? To'g'rirog'i bolta. Surasizlar. Qani bloklarni olamiz va tepaga chiqishni do'stlar, yana olmos topdim. Olmoslarsiz hech qayerga bormayman. Bularni ham albatta kovlab olishim shart. Do'stlar, meni kechirasizlar-ku, olmos juda ham muhim narsa. Hamma narsadan muhim derdim-ku, lekin eng muhimi sizlar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar albatta. Men uchun obunachilarimdan ko'ra qadrliroq narsa yo'q. Qani buni kovlasam tushib ketmaymanmi? Yo'q, bunisini ham kovlaymiz. Bunisini ham va tagidagilarni qanday kovlayman endi do'stlar? Menimcha bir blok pastga tushishimiz kerak. Bu tarafdan kovlab tushamiz shekilli. Mana shu yerni kovlaymiz, pastroqqa esa blok qo'yamiz va hammasini kovlab olamiz. Bularni ham kavlab olsam bo'ldi. Bittasi uchib ketdi shekilli, hamayli. Endi tepaga chiqish kerak. Bu yerdan beri harakat qilib yotibmiz, tepaga chiqishga bormaslar qo'ymaydi. Nimaga urilyapman? Hop, chiqdik. Endi bo'lsa sakrab chiqib olamiz tepaga. Sakraymiz va tagimizga blok qo'yamiz. Easy, tepaga ham chiqib oldik. Yana bitta sakraymiz. Bu sakrashning ham yaxshi taraflari bor ekan do'stlar. Boya aytganimdek qoyaga chiqish uchun juda ham qulay. Lekin men har kuni ham qoyaga chiqavermayman-ku. Noqulay taraflari ham bor. Bu olmoslardan esa o'zimga yasayman. Yana bitta himoya, to'g'rirog'i bezak. Chunki men mana bunaqa masxaraboz bo'lib yurgim kelmayapti negadir. Buni ham kiyamiz. Ana, endi ancha ko'rkam bo'ldik. Endi bemalol ko'chada uyalmasdan yursak bo'ladi. Hazil albatta, hali juda ham kulguliman. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Ana kitobchani ko'raylikchi. Yana qanaqa topshiriqlar bor edi? Bu yerda 4 ta topshiriq bor edi. Olmos topishni qildik. Endi esa yoqilg'i topish. Yoqilg'i. Agar men qishloqi bo'lganimda, yoqilg'ini qayerga berkitgan bo'lar edim? Qayerda? Yana bitta olmos. Bularni ham kavlaylik bir yo'la. Men aytgandek yoqilg'i ham topildi. Lekin albatta birinchi olmoslarni kovlab olamiz. Buni kovlaymiz. Tagida biror nima bormi? Yo'q, yaxshisi kovlamay qo'ya qolaylik. Bularni ham olishga yana qancha vaqtimiz ketadi? Yaxshisi borib yoqilg'ini olamiz. Yoqilg'i meni kut va yoqilg'ini topdik. Xo'sh, endi nima?
Endi nima qilish kerak bu yoqilg'ilarni? Adashmasam bularni paqirga solib olishimiz kerak. Lekin oldin mana bu raketani qo'yib olaylik. Umuman esimdan chiqib ketibdi bu raketani qo'yish. Vop 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 vop. Va qaranglar qanaqa kulgili ko'ryapman bu raketani ushlab turganimda. Raketani endi qo'yamiz. Tayyor. To'g'ri, tayyor emas. Yana qanaqadir blogi bor edi. Buni ham qo'yish kerak. Kechirasan Daraxtjon, lekin bizga buni qo'yish kerak. Bu yoqda xo'sh, bizga energiya kerak va yana yoqilg'i ham kerak. Menimcha yoqilg'i aynan shu yerga kerak. Raketani yoqilg'i bilan to'ldirish uchun. Menimcha biz endi temir kavlashimizga to'g'ri keladi. Ularni pishirish uchun esa ko'mir. Ko'mir uncha ko'p kerak emas, ko'pga yetadi bitta ko'mir ham. Lekin har ehtimolga qarshi balki yana kovlash kerak bo'lib qolar. Ushlaymiz bularni va temir topamiz. Temir o'zi ko'p edi menimcha bu yerdan beri. Qayerga yo'q bo'lib qoldi hammasi. Kerak paytda yo'q bo'lib qoladi. Mana menimcha shularni hammasini kovlasak bizga yetish kerak. Yetmasa yana kovlaymiz-da. Qiziq, bu meteoritdan yergacha borish uchun qancha yoqilg'i kerak bo'larkin-a? Bularni ham kovlasak, menimcha bu yetmasa kerak, yana kovlashimizga to'g'ri keladi. Tepaga chiqaylikchi. Alvido, temir bo'lagi, seni hech qachon unutmaymiz. Unutib o'ylik. Yana temir qayerlarda bo'lishi mumkin? Temir bu yerda ko'p ekan, bizga albatta yetadi. Yana bir ikkita kovlasak bo'ldi. Menimcha menga shu yetib qolsa kerak. Endi bularni pishirishimiz kerak. Qani qaytaylik-chi uyga. Bu gravitatsiya ham jonga tegdi-da. Pechkalarga solamiz, bu yoqqa yarmini, u pechkaga ham yarmini solamiz. Har ehtimolga qarshi yana ko'mir solib qo'yamiz. Bu 4 ta olmosga esa qilamiz biz qilich qilamiz. Nimaga kerak bilmadim-ku. Balki asqotib qolar. Bunga esa yana tayoqcha yasab, albatta yasaymiz. Ketmon. Ketmonsiz qanday? Axir mana bularni ham kimdir yig'ishtirib olish kerak-ku. Nimaga uchib ketaveradi-ya bu gravitatsiyada? Yig'ishtirib olamiz va bular ham uchib ketdi. Qanday dahshat! Bularni endi yig'ishtirib chiqish kerak. Va boshqatdan ekib qo'yamiz. Axir biz bu yoqqa hammasini buzgani kelmadik-ku. Bizdan boshqa yana kimdirlarni ham yuborar bu yaramas qishloqlar. O'shalarga ekib qo'yish kerak hech bo'lmasa. Bu ozgina samon bilan esa o'zimizga don yasab olamiz. Nechta chiqarkan? 1 ta, 2 ta, 3 ta va 4 ta yetib qoladi. Bu sabzini esa bu yoqqa solib qo'yamiz. Endi biz don yeymiz faqat. Endi esa temirlarni olamiz va o'zimizga paqir yasaymiz. Nechta chiqarkan? Xo'sh. Taxminan bizga 4 ta yetsa kerak. 1 ta, 2 ta, 3 ta va 4 ta. 5-chisiga yetmadi. Mayli, shu 4 tasi ham yetib qolish kerak menimcha. Axir yergacha uchish uchun unchalik ko'p yoqilg'i ketmasa kerak. Bizga hatto shu yerdan ko'rinib ham turibdi. Yoqilg'i shu yerlarda edi. Olamiz. Yana 3 paqir olsak bo'ldi. Ana, endi tepaga qaytib chiqamiz. Bu gravitatsiya bilan pastdan tepaga chiqish yoqimli, lekin doim bunaqa gravitatsiya bilan yurish qandaydir noqulay. Mayli, bu yoqilg'ilarni taxminan mana shu yerga solish kerak shekilli. Ana to'layapti. 1 ta, 2 ta, 3-chisi va 4-chisini ham solamiz. Menimcha bu yetish kerak. Endi bizga nima kerak? To'g'ri. Bizga endi energiya kerak. Energiyani esa qayerdan olamiz? Xo'sh, o'zi topshiriqlarda yana nima bor edi? Yoqilg'ini topdik, quyosh panelini topish. Demak, bizga quyosh paneli kerak. Aynan menimcha mana shunga energiya berish uchun. Xo'sh, agar men qishloqi bo'lganimda quyosh panelini qayoqqa qo'ygan bo'lar edim? Bu yerdan uncha ko'rinmayapti. Balki narigi tarafgadir. U yerga hali biror bor borib ko'rganim yo'q. Qani, bu yerda ham hech narsa yo'q. O'xshayapti. O'sha tarafdan qidirib ko'raylikchi. Menimcha o'sha tarafga berkitishgan shekilli. Do'stlar, sizlarga birdan g'alati ko'rinmayaptimi? Bitta mana bu yerda mana bunday plyuscha bor. Boshqa hech qayerda yo'q. Menimcha mana shuni tagida bo'lsa kerak. Qarang. Aynan mana shu yerda bir nima bordek ko'rsatib turibdi. Xuddi qaroqchilarnikiga o'xshaydi. Qani pastga kovlaylikchi. Mana shu yerlarda bo'lsa kerak. Mana bularni ham kovlasak va yo'q. Hech narsa yo'q. Balki yana kovlarmiz. Chiqdi. Rostdan bor ekan do'stlar. Biz buni topdik. Xo'sh, ichida nima bor ekan? Hozir ko'rib olamiz. Ichida quyosh paneli bo'ladi.
quyosh paneli bor va yana qanaqadir quvurlar. Bularni ham olamiz har ehtimolga qarshi. Sandiq lekin juda ham chiroyli ekan. Balki o'zim bilan olarman. Yo'q, juda ham sekinsizlar ekan. Mayli, unutamiz. Endi tepaga chiqsak bo'ldi. Bu daraxt hattoki o'sib yubordi. To biz bu sayyoradan qochib ketgunimizcha. Bu quyosh panellari taxminan quyosh yaxshi tushadigan joyga qo'yish kerak. Xo'sh, bitta ikkita blok olaychi. Mana bunday va bunday ishladi. Kirib ko'raylikchi. Ha, bu yerda energiya bor. Menimcha bu quvurlar aynan shu energiyani olib borishchi, lekin qayerdan qo'shish kerak? Mana shu yerdanmi? Unisidan olib kelaylikchi. Menimcha buni mana bu yerga bunday, bu yerga va tayyor. Ishladimi? Ha, ishladi. Energiya ham yetyapti, yoqilg'i ham ketyapti. Bu tugmani menimcha bosmagan ma'qul shekilli. Mayli, tavakkal qilib bosib ko'raymi? Ay, yo'q, nima qilasizlar? Ana, ko'rdinglarmi? Hozirgina ozgina yoqilg'i ketdi. Xo'sh, unda yoqilg'i quyilib bo'lishini kutamiz. Boshqa nima ham qilardik? Quyilib bo'lgandan keyin xabar beraman. Bu narsaga men o'ylagandek ko'p vaqt ketmagan bo'lsa ham mayli. Do'stlar, yoqilg'i quyilib bo'ldi. Biz endi bu sayyoradan ketsak ham bo'ladi. Qani, xo'sh, hamma narsa o'zimda, ortiqcha hech narsa yo'q. U sandiqda ham menimcha hech narsa yo'q edi. Endi o'tiramiz do'stlar. Bu sayyoradan va nihoyat, to'g'rirog'i meteoritdan va nihoyat qochib ketamiz. Do'stlar, ishlayapti. Hozir biz bu yerdan ketamiz. Qanchalik bu paytni ko'p kutdim. Lekin bu qishloqlar hali shoshmay tursin. Har biridan men qasos olaman. Muhimi izohlarda bu yaramas qishloqlardan qanday qasos olish mumkinligini yozing. Qani, uchdik. Va nihoyat. Yes. Biz bu sayyoradan qochdik. Endi yerga qarab yo'nalishni olish kerak. Sal qishaytiramiz. Qani yer? Ana yer. O'sha yoqqa qarab burish kerak ozgina, yo'qsa biz Marsga borib qolmaylik yana. Boshqaruv panelidan esa yerni tanlaymiz. Olg'a. Do'stlar, va nihoyat yerga yetib keldik. Va nihoyat, ona yer. Bu kun lekin juda ham qiziqarli o'tdi men o'ylashimcha. Orqamizda qishloq ham ko'rinyapti. Men bu qishloqlardan hali qasos olaman, lekin bular shoshmay tursin. Va nihoyat qo'ydik. Qanday zo'r. Sandiqda nima bor? Menimcha raketa bor. Ha, raketa. Qanday mazza bunday. Bu gravitatsiyani ham hattoki sog'irib ketdim do'stlar. Hattoki tasavvur ham qila olmaysizlar. Qanday havo toza bu yerda do'stlar. Mazza qilib yuboryapman o'zi ham. Hattoki past sakrash ham juda ham yoqimli tuyulyapti. Nega bilmadim. Raketani olamiz va yana yoqilg'i ham qolib ketibdi. Mayli, yoqilg'ini ham olaylik. Bekor ketmasin. Mayli, bir paqir chiqdi-ku, shu ham yetadi. Do'stlar, eng muhimi bu qishloqlardan qasos olish esdan chiqmasligi kerak. Biz ulardan albatta qasos olishimiz kerak, yaramaslardan. Men ularga hech narsa qilganim yo'q. Ular menga shunday narsa qilishdi-ya. Do'stlar, qishloqlardan qasos olishga sizlar yordam berasizlar. Izohlarga kirib yozinglar. Qanday g'oyalaringiz bor ulardan qasos olishga? Men hammasini o'qib chiqaman va eng zo'r bilan qishloqlarga ko'rsatib qo'yaman. Biz bilan hazillashish qanaqa bo'lishini hali hammasiga ko'rsatib qo'yamiz. Sizlar bilan esa arti bo'ldi. Xayr.